Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan taniqli xonanda Ziyoda 37 yoshda. Afsuski, qayg'uli xabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bozorda ishlagan, kastingdan o'tolmagan va plagiat qo'shiq bilan tanilgan Ziyoda 37 yoshda. Xonanda Ziyoda bugungi kunda ijod va oiladagi muvozanatni saqlab qola olgan ayol san'atkorlardan biri. Ijodga aloqasi bo'lmagan oiladan chiqqan Ziyodaning san'atga kirib kelishi oson kechmagan bo'lsa-da, keyinchalik u nafaqat xonandalik, balki aktrisalik mahoratini ham ko'rsata olgan. 7-yanvar kuni xushovoz xonanda 37 yoshni qarshiladi. Shu munosabat bilan uning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. San'atkor bo'lmaydi, turmushga beramiz. Xonanda Ziyoda Rustam Qobilov oilasida dunyoga kelgan. Oilada 7 qiz va 1 o'g'il farzand bor. Ziyoda bolaligidan san'atga qiziqqani, ammo oiladagi sharoit va ota-onasining qarshiligi sabab qiziqishlarini oshkor qila olmagani haqida quyidagilarni so'zlab berdi. Katta oila bo'lganmiz. Turgan gapki, ro'zg'orda o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'lgan. Onam mohir oshpaz edi va bolalikdan bizni ham mehnatga o'rgatgandi. Yuqori sinfda o'qiyotganimda bozorda kichik tamaddixona ochgan. 3-4 ta ishchilar ham bor edi, ammo darsdan keyin onamning oldiga borib qarashib yurardim. Ofitsiantlik qilganim yoki idish-tovoq yuvganimdan hech qachon afsuslanmayman. San'atga bolalikdan qiziqqanman, ammo dadam rahmatli hamisha qiz bolaga yarashmaydi deb qarshilik qilardi. Oxiri 9-sinfni bitirganimdan keyin bir marta imkon bering, musiqa kollejiga o'qishni istayman deganimda qat'iy rad javobini olganman. Shunda onam yonimni olib, kollejni tugatishi bilan turmushga beramiz, san'atkor bo'lmaydi degan. Shu sabab dadam musiqa kollejida o'qishimga rozi bo'lgan, deydi xonanda. Ota-onamni xursand qilishni xohlardim. Bolaligidan ota-onamga ko'p narsalar sotib olib berib, xursand qilishni xohlardim. Yaxshi paytlarimiz ham, qiyin kunlarimiz ham bo'lgan. Shunday vaqtlarda faqat Alloh bilan gaplashganman. Uyimizda kompyuter bo'lardi. Unda Allohning 99 ta ismi yozilgan bo'lgan, lekin men uni Asmoul Husna, ya'ni Allohning ismlari ekanini o'sha paytda bilmaganman. Unda hammaning ishi, o'qishi birinchi smenada bo'lardi. Mening darsim esa tushda boshlanardi. Uyda shuni baland qilib qo'yib olib, rosa takrorlab aytganman. O'sha paytdan boshlab Alloh bilan gaplashgan ekanman-da deyman. Turmush o'rtog'im bilan bozorda tanishganmiz. Xonanda turmush o'rtog'i bilan bolalikdan tanish bo'lgani va birinchi marta bozorda bir-birini uchratib qolgani haqida gapirib berdi. Turmush o'rtog'im bilan bozorda tanishib qolganmiz. U chinni sotardi. Ba'zida bizning tamaddixonada ovqatlanib turadi. Bundan tashqari, opalarimning sarposiga qo'yiladigan chinnilarni ham u kishidan olgandik. Eldor aka bilan to'ydan 8 yil avval tanish bo'lganmiz. Tabiatdan og'ir, bosiq bo'lgani uchun onam har doim "Sizni o'zim kuyov qilaman, ma'qul yigitsiz" derdi. Qarangki, farishtalar amin degan ekan. Oila qurdik, ammo san'atkor bo'lish niyatim u odamga unchalik yo'qmagandi. Bekor qilyapsiz-da deb ham qo'ygandi Ziyoda. Kastingdan o'tolmaganman. Ziyoda Akfa prodyuserlik markaziga qanday borib qolgani va ilk kastingdan o'tmagani haqida quyidagilarni so'zlab bergan. Kasting haqida musiqa kollejidagi ustozimdan eshitib qolganmiz. O'shanda Nigora ikkimiz darsdan chiqib, Akfa kompaniyasini izlab borganmiz. Avvaliga kasting haqida ota-onamga aytmaganman, chunki ular qarshi bo'lishlarini avvaldan taxmin qilgandim. Aksiga olib kasting topshiriladigan kun tomog'im bo'g'ilib qolgan. O'shanda Samandar Hamroqulov va kompaniya rahbarlari hay'at a'zosi bo'lgandi. Nigora sinovdan o'tgan, ammo meni qabul qilishmagan. Yengilgan kurashga to'ymas deyishgandek, bir hafta muhlat beringlar, sog'ayib qaytadan ishtirok etaman deganman. Samandar aka ko'nglimni og'ritmaslik uchun mayli, tayyorlanib keling degan. Tuzalib, yangi qo'shiqqa tayyorlanib, qo'shimchasiga ikkinchi kastingda raqs ham tushib berganman.
Oybek bilan birga kasting topshirib ikkimiz ham sinovdan o'tganmiz, ammo eng katta muammo ana shundan keyin boshlangan. Dadamga kastingdan o'tganimni aytganimda rossa to'polon bo'lgan. Tez borganda dadam ruxsat bermadilar deb shartnomani bekor qilgin degan. Yalinib, yolvorib, ko'z yosh to'kib prodyuserlik markazi bilan ishlashga dadamni ko'ndirganman, deydi xonanda. Plagiat bilan boshlangan ijod. Ziyoda ijodini plagiat qo'shiqdan boshlagan. Ya'ni u Ukrain xonandasi Ruslanning Wild Dankes qo'shig'ini sevganman deb o'zbekchalashtirgan. Qo'shiq ko'pchilikka ma'qul kelgan va xonandaning tanilishiga hissa qo'shgan. Klip suratga olingandan keyin diskka yozdirib bozorga olib borgandim. Turmush o'rtog'imga qarang, klipim chiqdi deb maqtanib ko'rsatganimda yana bekor qilibsiz-da degan. Ko'pchilik to'ydan avval gaplashib, fe'l-atvorni o'rganish kerak deydi. Ammo bizda bunday bo'lmagan. Shunchaki ish yuzasidan gaplashardik va u inson bilan qalban yaqin ekanligimni his qilardim. Qo'shiq va kliplarim avvaliga dadamga yoqmagan, chunki u paytlari raqsga tushib, qo'shiq kuylash urfda edi. Adashmasam faqatgina Faxriddin Umarovning Muhabbat qo'shig'ini aytganimda bo'larkan-ku, mana shunday qo'shiq aytish kerak degan e'tirofni eshitganman. Oilamning tinchligi kerak. Ayni kunda xonandaga turmush o'rtog'i prodyuserlik qiladi. Avvaliga buni ko'pchilik tanqid qildi. Turmush o'rtog'im san'atdan butunlay yiroq inson edi, ammo san'atkor haqida turli gap so'zlar bo'ladi. Shuning uchun turmush o'rtog'imdan birga ishlaylik deb iltimos qilganman. U inson chinni biznesini tashlab men bilan ishlagan. Bu oilamning tinchligi uchun muhim edi. Turmush o'rtog'im men bilan oldimda yursa, ko'nglim xotirjam bo'ladi. O'zlarining ishlaridan keyin xizmatlarda yonimda bo'lardilar. Men bilan boring deb o'zim so'rayman. Sababi ko'chada har xil inson bor. Qilmagan ishingizni qildi deydi. Yemagan somsangizga pul to'laysiz. Bir-birimizga ishonamiz, ammo oldimda yursalar maqsadga muvofiq bo'ladi deydi. Stressga tushib qolgan paytlarim ham bo'ldi. Ijodimda turmush o'rtog'im tomonidan qo'yilgan ba'zi taqiqlar bor. Bo'lgani ham yaxshi, bundan xafa ham bo'lmayman. Ba'zida ranjiyman. Keyin yana balki yaxshilikka bo'layotgandir deb ketaman, chunki bolaligimdan boshlab Alloh menga doim yaxshilarni ravo ko'rgan. Yomonlikni qildirsangiz yomonlik chiqadi, yaxshilikni izlasangiz shuni topasiz. Orada depressiyaga tushib qolganimda kimdir menga qarab sal kulib qolsa ham mening ustimdan kulyaptimi, pichirlashib qolsa men haqimda gaplashyaptimi deydigan bo'lib qolgandim. Xuddi butun dunyo menga qarshidek, hammasi negativ tuyulib ketgan vaqtlar bo'lgan. Shu stressli vaziyatlarni to'g'rilab oldim. Tushkunlikdan Alloh va zikrlarim olib chiqib ketdi, deydi xonanda. Turmush o'rtog'im qo'ygan bir nechta taqiqlar bor. Turmush o'rtog'im erkak xonandalar bilan duet kuylashimga ruxsat bermaydi. Biroz qattiq qo'lligi bor. Hozir o'zim qo'shiq aytib konsert to'ylarga borib yurganimga ham shukr qilib qo'yaman. Balki sevgi muhabbatdan boshqa mavzu bo'lsa duetlar bo'lib qolishi mumkin. So'nggi marta 2014-yilda konsert bergan ekanman, eslasam. Ba'zida konsert bergim keladi. Ilhomlanib ketaman, keyin yana sokinlashib qolaman. Odam necha yillab ijod qilaverib charchaydi ham. Shunda bir necha yil o'tib ketganini sezmaydi ham. Hamkasblarini ko'rib atrofimdagilarga ishonchim qolmagan. Ijod qilayotganimga 20 yildan oshdi, ammo atrofdagi odamlarga ishonchim qolmagan, deydi xonanda bergan intervyusida. Xonandaning hayotida ayriliqlar, qiyin kunlar ko'p bo'lgan. 2017-yili dadasidan ayrilgan, undan keyin homilasi nobud bo'lgan. Orada hamkasblari, xususan qo'shiq sabab Dilso'z bilan jiddiy kelishmovchilikka borgan, ammo xonanda hamisha sukut saqlashga va ortiqcha his-hayajonga berilmaslikka harakat qiladi. Muammolar, negativ fikrlar hamisha bo'ladi. Mening aniq maqsadim bor. Shu bo'yicha harakatlanaman. Hamma muammoga to'xtalib, negativchilarning fikrini eshitsam vaqt va asabimni yo'qotaman. Menga ortiqcha gap so'zlar kerak emas, deydi xonanda. Otam rahmatlining qiyinchilik, yaxshi inson bo'lgani vafotidan keyin yana chuqurroq angladim. Dadamga ichimdagi gaplarimni bemalol ayta olardim, ammo balki qiz bola bo'lganim uchunmi, ota-onam qattiqroq tarbiya berishgan. Shunday qilgani uchun rahmat aytaman. Shu sababli farosatli bo'lib o'sganmiz. Kimda qanday gapirish, kim bilan qanday muomalada bo'lish, katta-yu kichikni hurmat qilishni o'rgatishgan.
Senga yomon yozishsa ham yumshoq javob ber derdilar. Nafaqat bizga, balki boshqa odamlarga ham ko'p yaxshiliklari tekkan. Buni ma'rakalarda, janozalarda bildik. Biz tanimaydigan begona odamlar kelib, yaxshi inson edilar. Menga bunday yordam bergandi. Mana bu ehtiyojim uchun kerakli narsani sotib olib bergandi deb ketishdi. Endi otamni qancha qidirsak ham topolmaymiz. Tiriklik chog'ida qadriga yetish kerak ekan. Qattiq hayajonlanadigan odatim bor, ayniqsa sahnada. Shunday paytlarda dadam nimadan qo'rqasan, bu dunyoda qo'rqma, hech narsadan derdilar. Shu gaplari bilan doim ish tutaman deydi xonanda bergan intervyusida.